Bismillahirrohmanirrohim. Kofening turlari ko'p. Ko'pchilik ichayotgan tuyulgan kofelar magazinlarda sotib olayotganimiz asl kofe emas. U kimyoviy mahsulot. Asl kofe bug'doy singari bo'ladi va uni maxsus moslamalar bilan maydalab ichiladi. Tabiiyki, narxida farq bo'ladi. Savolingizga kelsak, tanada qon yurmaydigan hasharotlar, chigirtka, kapalak, pashsha kabilar taomlarimizga aralashib qolsa, taom harom bo'lmaydi. Olib tashlab taomni iste'mol qilaverasiz. Bil'aks, janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hadislarida agar suvingizga pashsha tushib qolsa, uni botirib, so'ng olib tashlasin. Uni bir qanotida kasallik bo'lsa, ikkinchi qanotida o'sha kasallikka davo bor deganlar. Buxoriy rivoyat. Kofe degan o'sha hasharot ham qon oqmaydigan nav bo'lib, o'sha kofeni iste'mol qilishdan dinimiz qaytarmaydi.